Kam yurgan avtomat korobka Gentra qidirib yurganlar uchun bizda to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi Gentra avtomobili sotuvda 2023-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, komplektatsiya Elegant Plus, 3-pozitsiya, lyuk, ABS diski, hamma narsalari bor. Mashinamizning probegi bor yo'g'i 26 000 kilometr. Bitta orqa chap krылоsi yuzaki sepilgan, qolgan joylar toza. Balonlarigacha o'zini zavodskoy balonlarida turibdi. Mashinamiz benzinda harakatlangan, gaz o'rnatilmagan. Orqa bamperida yorilgan joyi bor. 500 ming so'm bilan bamperni alishtirib olsangiz bo'ldi. Mashinaning holati, umumiy holati, zo'r holati turibdi. Kam yurganligi baribir bilinadi. Saloniga keladigan bo'lsak, salonni ham ko'rishingiz mumkin. Ideal holati turibdi. Sidenalari ham cho'kib qolmagan, yag'ri chiqib ketmagan. Qo'lik tashalgan. Magicar 909 signalizatsiya o'rnatilgan. Podogrev sidenya mavjud, kojinli rul, bokovoy knopkali, soat, shtatli magnitofon, hamma narsasi bor. Lyuk albatta bor. Mashinamiz kam yurgan, zo'r holatda turibdi. Kam yurgan Gentra qidirib yurganlarga videoni tashlab qo'yasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $11,900. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Kanalga obuna bo'lishingizni tavsiya qilib qolamiz. Telegram kanaliga o'tib olsanglar, birinchi Telegramda, keyin Instagram, YouTube'da ketadi.